إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Qadrlik ko'rarman qarindoshlar, bugungi darsimizda Qur'on Karimni tafsir qilishning prinsiplari haqida to'xtaldik. Ammo bu prinsiplari, qoida tartiblari, uning qoidalari, uning hammasini so'zlab o'tirmaymiz. Chunki tafsir qilmoqchi bo'lgan odam, Qur'on Karimni tafsir qilmoqchi bo'lgan odam zaten shuni izlanadi. Qanday yerda so'zlanyapti shuning qoida tartiblari. Kishilar diqqat qilmagan, diqqat e'tiborini bermagan muhim masalalarni eskartamiz. Bunda birinchi Qur'on Karimda umumiy ma'noda umumga bo'lib kelgan oyatlar maxsus xas qilinmaydi degan bir qoida. Masalan, Sura Balad'dagi la uqsimu bihazal balad va validi va ma valad. Alloh taolo deydiki, mushu shahar bilan qasam va ota bilan qasam. Ba'zi mufassirlar ota bilan baladan Odam alayhissalom va uning balasi maqsad qildi deganlar bor. Lekin umumiy mufassirlar va mufassirlarning peshvosi Muhammad Jarir Tabari deydi, bu yerda umumiy ota-ona, ota, bala, ya'ni umumiy ma'noda kelganlik uchun uni xas qilmaymiz. Shu ota bilan bala bilan qasam deymiz. Uni faloni ota, faloni bala deb uni xas qilib qo'ymaymiz deydi. Bu birinchi prinsipim, tafsir qilishdagi birinchi prinsipimdir. Ikkinchisi, masalan, oyatlarniki tushish, nozil bo'lish sabablari bor. Nurg'un oyatlarniki faloni haqida tushgan, faloni bunda ma voqelik ustida nozil bo'lgan, bunda chaqda nozil bo'lgan deb keldi, masalan, shuniki bayonlar keldi ko'p oyatlarning. Yani onunki şu Arapçada bunun bir kaydı var. El-ibra bi'umumil la bi husus sebep deydi. Bu yerde lafzının umumluğuna qarab, umumimiz aşı meseleye oxşaş meselelerin hemmesini öz içine aldı deyimiz. Aşı sebepte köstülgen kişinin xas emas. Mesela bir adam üçün düştü bir ayet üçün nazil oldu, mesela bir münafık hakkındaki ayet. Ta qiyomatgacha davom qiladigan ashu sifatdagi munofiqlarning hammasiga mushu oyat hammasini o'z ichiga oldi degan bo'ldi endi. Undan keyin yana bir qoida, Qur'onni tarjima qilishda va tafsir qilishda oyatning siyoqi, Qur'onning siyoqi nihoyatda muhim. Oyatninki oldidagi oyat bilan keyingi oyatga bog'lanishi, masalan, buni mustaqil tafsir va tarjima qilib bo'lmaydi. Albatta oyatning oldiga qarash kerak. Kim to'g'risida kelgan, qanday kelgan. Masalan, "Valaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil axirat min xalaq" deydi. Sura Baqaraning 102-oyatida munofiqlarning nimaniki, yahudilarningki sehrgarlik qilganligi shuni so'kab hamda degan oyatda ular shu sehrgarlik qilganlarningki sehr bilan pul tepib, sehr bilan jahondachilik qilib, ashunda qilganlarningki oxiratda savobdan jannatga chiqadigan nasibisi yo'q ekanligini ashuli bilatdi deganda mushadiki damirni ba'zi mufassirlar shayton deb qaytganda hamda shayton ashundaqligini bilatdi deb. Bu yerda mufassirlar deydi, uning oldida, shu oyatning oldida Yahudi ahli kitobningki ahvoli bayon qilingan, anda bo'lgandan bu yerdagi damir, bu almas Yahudilar qaytirdi. Yahudilar shu sehr qilishningki yomonligini va uning oxiratda azab qilishga sabab bo'lganligini deganlik bo'ldi deb. Shunga o'xshash hamda. Undan keyin taqdimul ma'na shar'iy alal ma'na lug'viy deydi. Har qanday bir oyatning, har qanday bir so'zning Qur'on Karimdagi har qanday bir lug'atdagi ma'nosi bo'ldi va shariatdagi ma'nosi bo'ldi, masalan. Endi shariatdagi ma'nosi oldingi o'rinda qo'yiladi ma'nosidan. Delil bo'lsa, buni lug'at ma'nosi maqsad qildi deyotgan delil bo'lsa, sahih hadisning uchoqda shu lug'at ma'nosiga qaraladi. Masalan, Alloh taolo Rasulullohni munofiqlarningki
cinoza namozini o'qimaslik to'g'risida وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ deydi. O munofiqlarning qaysi biri o'lsa ki cinoza namozini o'qimag'in va qabristonni to'mag'in de. Tusalli salat degan lug'at ma'nosi duo degan bo'ldi. Shariat ma'nosida bu namoz degan bo'ldi endi. Endi bu yerda qaysi ma'noni qaysi duo qilmag'in dedimi? Alloh taolo namoz o'qimag'in dedimi? Jinoza namozi o'qimag'in dedimi? deb ikki ma'noniki qaysi ma'noni aytamiz deb ehtimol bo'lib qolganda buningga lug'at ma'nosini maqsad qilinganlik haqida hech qanday bir qarina yoki bir dalil bo'lmasa shariat ma'nosini maqsad qildi deb deyveramiz. Masalan, jinoza namozini o'qishga bo'lmaydi deb. Endi yana bir misol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydiki, "Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim va salli alayhim" deydi. Ularninki mollaridan zakat olgin, shuning bilan ularninki mallaning ko'paytirishga, ularni poklanishga sabab bo'lsan, shuning vasila bo'lsa, va salli alayhim va ularga duo qilgin endi deb shunda tarjima qilgan. Endi bu yerda oyatimi kelganda munofiqlarga namoz o'qimag'in degandimi, vala tusalli degan salat kelgan, ma'nodimi va salli alayhim degan. Bu salat oyatda namoz haqida deb jinoza namozi o'qimag'in deyildi. Endi bu yerda ularninki ularga zakat elib kelganligi duo qilgin, va salli alayhim duo qilgin deb ma'no aytadi ulamolar. Nimishqa duo qilgin deb ma'no aytadi desa, bir sahih hadisda Imom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga zakatini elib kelgan odamlarga duo qildi degan bir sahih hadis bor. Anda bo'lgandan keyin bu yerdagi va salli alayhimdan duo qilgin ularga degan bo'ldi. Zaten u yerda ularga namoz o'qigin desa, tirik odamning namoz o'qimaydi zaten. Uningga tushmaydi. Hem bu oyatninki siyoqimi shu va lug'at ma'nosiningki maqsad qilinganligi haqida sahih hadisim bor. Mushunga o'xshashandi. Endi Qur'on Karimni yana kishilar bak bo'ladi bizningki Uyg'ur tilimizda, bizningki turkiy tillarningki hammasi qanday bilmaymiz, bizningki Uyg'urchada bilmay, diqqat qilmay bunda ketib qolgan yerlardan masalan, mushu ihson degan so'zni tarjima qilish masalasida oyatdagi ihson, muhsinun deganda 3 martabasi bor. O iymon, İslam, ihsan. Bu to'g'rida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahih hadisim bor. Jibril kelib so'raydi. Iymon nima deb so'raydi, ihson nima deb so'raydi, islom nima deb so'raydi masalan. Sherdagi ihson endi. Ihson degan gap endi itqon degan ma'noda. Ihsonni itqon deb tafsir qildi ulamolar. Qur'on Karimdagi allazi ahsana kulli shay'in degani har narsani eng mukammal yaratgan allazi ahsana kulli shay'in xalaqahu deydi. Har narsani yaratgan Allah deymiz. Endi buni chiroyli yaratgan demaymiz. Chunki mukammalning ichiga chiroyligini kirdi endi. Endi bu yerda ihson degan so'z ikki ma'noda keldi. Biri shu mukammal qilish, yetkazib qilish, qatirqinib qilib, yaxshi qilish, berilib qilish deganda. Endi bu ma'noda kelgan oyatni bakchiq. Endi yana bir ma'nosi yaxshilik qilish degan ma'noda keladi masalan endi. Va ahsin kama ahsanallohu ilayk deb Qarunga degan so'z masalan. Sana Alloh taolo in'om qilgan o'xshash, Allohning bandalariga seni yaxshilik qilgan deydi masalan. Uningdan boshqa nurg'un ko'plagan oyatlar masalan payg'ambarlarning qissalarini bayon qilib, "Jazaagan ajrul muhsinin" deydi. Peygamberlerin cihatlarını, kişilerini dinge davet kılışlarını, kişilerin kafirlerinki dinge karşı elip bağan küreşlerge reddiye belgellikini, ceriyallarını, peygamberlerin mükemmellikini, yaxşı itaat kılganlıkını, yaxşı amel kılganlıkını bayan kıldılar. Ve kezâki necil muhsinin deydi. Bu yerde taat ibadetini, itaatini mükemmel kılganlarını aşında mukopotlaymiz. Yani biz endi onu yaxshilik qilmaymiz emas. Mufassirlar mushundaq oyatning hammasiga al-muhsinun fi ibadatihi ve fi taatihi deydi. Allohga ibodat qilishda, Allohga itoat qilishda voyaga yetkazib qilganlar deydi. Ya shunday anlamoqdaydi. Endi bu yerda bu martabasi
Mesela birinci her qandaq adam imanı, her qandaq ben Müslüman degan adam birinci en tüven derecesi Müslüman. Müslüman hem de meyli Allah Teala'ga çin kalbiden işengen bolsun, ah kalbiden işengen bolsun, ya ki çin kalbiden işenmegen bolsun, men şu Müslüman ailesi tugulup qağanlık üçün ata-anamın Müslüman, men Müslüman dep Müslümanlı bağı, Müslüman şu endi. Ama mümin degen onun bir derece yukarı, mümin aş bizning işengenlerge işinidir. Ha Allah Taala'dan başka ilah yok ekanligiga, ahiretning chuqum bo'lganligiga, Qur'on Kerimning Allohning so'zi ekanligiga, Muhammad alayhisolamning Allohning payg'ambari ekanligiga ishinaman deb chin qalbida ishinib Müslüman bo'lganlar. Endi ma'ni mümin deydi endi. Onunga taqvolik keladi. Taqvolik endi şu işenginiga asasen Allah Taala'nın buyrug'ini bo'yicha, ko'rsatgani bo'yicha ish ko'rgan. Degan siziq ichida ish qilgan. Endi muhsin degan taqvodinmi yuqori bir martaba. O endi Allah Taala'ni xuddi kurab turgandek itoat qilgan. Mayli namoz olsun, boshqa ibodat olsun, haromdan qochish olsun, yaxshi ish qilish uchun Alloh meni ko'rab turdi-ku shu ishlarimni deb ashu, ya'ni har qanday odam Alloh mening amalimni ko'rab turdi deydi. Ama aşın işini qilgan vaqtida aşı his tuyg'u bilan Allah meni ko'rab turdi, mayar yolg'on aytsam bo'lmaydi, yer yomon ish qilsam bo'lmaydi deganga o'xshash o yuqori martaba. Shu 4 martaba bordi. Musulmon, mu'min, muttaqi, muhsin. Qur'on Kerimda hech qanday yerda innalloha yuhibbul muhsinin, innalloha yuhibbul mu'minin deb yo'q. Anda kamaylik. Bu ya'ni Allah Taala musulmonlarni yaxshi ko'rdi, mu'minlarni yaxshi ko'rdi deb oyat yo'q. Bu deganlik Allah Taala yaxshi ko'rmaydi deganlik emas. Allah müminlerini, Müslümanlarını yaxşı gördü. Ama Allah'ın muhabbetiga erişiş derecesi, takvalık derecesiga ve muhsinlik derecesiga yetken çağda buldu. Şuna köp ayetlerden innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Teala muttaqillarni yaxşı gördü, muhsinlarni yaxşı gördü. Demek Allah'ın muhabbetiga sazaver buldu degan gap a martabaga yetgandan keyin hamda. Şunga o'xshash bu nima demanda, masalan ata-onaga yaxshilik qilishmi, ata-onaga ihson qilish deyilgan oyatda ihson deb kelgan. Bu yerdagi ihson bu yaxshilik qilib qo'yish ma'nosida emas. Odatda yaxshilik degan masalan badalsiz kimga yaxshilik qilib qo'ygani, xalosani yaxshilik qilib qo'ygan deydi. Hali qilsa savob bo'lgan, qilmasa gunoh bo'lmaydigan ishlarni qilib qo'ysa, yaxshilik qilib qo'ydi deymiz hamda. Masalan, men kimga o'zligimdan qiyinchilik taqdirdan qilgan bo'lsam, men yaxshilik qilgan. Ammo shu pulni ashunday qarza elib, qarzni qaytargan bo'lsam, uni yaxshilik qilgan bo'lmaymi? Evet. Ata-ona xizmat qilish bu shunga o'xshash gap. U yerdagi oyatga al-ihson deganni mufassirlar al-ihson fi ta'atihima, al-ihson fi xizmatihima deydi va birruhuma deydi masalan. Ata-onaga yaxshilik qilishda, ata-onaga xizmat, ata-onaningki haqqini ado qilishda qetir qilib ish qilish, mukammal qilish, voyaga deydi. Şuna da onu ata-onaga yaxshilik qilish deb qo'ysak, natibat oddiy bo'lib qoldi, yaxshilik qilish. Qilsangmi bo'ldi, qilmasang bo'ldi deydigan yaxshilikning turdan bo'lib qoldi. Anda emas. O ata-onaga yaxshilik qilish, ata-onaga xizmat qilish, ata-onaga mukammal xizmat qilish bu ata-onaningki bizning üstümüzdeki haqqi. Bunu ado qilib qilish mumkin emas, ammo voyaga yetkazib, tirishib, qetir qilib qilish talab qilinadi endi. Shunga o'xshash bu shunday oyatlarda İnnallâhe ma'allezîne teqav vellezîne hum muhsinun deydi mesela. Allah Teala taqvodorlar bilan ve her ishni qetir qilib qilg'uvchilar bilan birga. Mesela bunu yaxshilik qilg'uvchilar bilan birga deb qo'ysak, oyatga bak oddiy ma'no. Endi bizda shu ihson deganning shu bir ma'nosini ishlatib kelgan hozirgacha. Yana bir endi arab tilidagi bu tavakkul degan gap, endi bu tavakkul Allah Taolaga chin ishonch qilib o'zimizni yordam tilash. Allah bütün qo'limizdan kelgan sababning hammani qilib, qolgan natijani Allohga topshirib, Allohga tayinish. Haqiqiy ma'noda tayinish. Ammo bizning Uyg'ur tilimizga tavakkul degan bir ishni qanday qilishni o'ylamayla, bu ishni boshlash degandek sharhlaylik bu Uyg'ur tilining izohli lug'atida hamda ko'p o'ylamayla, nima bo'lsa bo'la deb qilingan harakat debdi. Halbuki Allah Taala musulmonlarning talab qilgan tavakkul nima bo'lsa bo'ladi. Uning yordamiga, qudratiga chin ishonib, uningga butun vujud tayinishni talab qildi. Shu tavakkal qilish, shunda tayinish ibodat endi.
ve alallahi felyetevekkelul mu'minun degan oyatlar masalan Fetevekkel alallah. Müminler Allah'a tayansın ve Allah'a tayansın. Degan şu. Allah'a tayansın. Allah'ın yardım tilgin. Kulağının gitgan sebepnin hemen kılgın. Allah'a işenci kılgın. Allah'a tayansın. Bu şunun okşaş hem de bu tevekkelini Arap tilideki tevekkelini Uygurcadan tevekkel deb xuddi as-sabrninki ma'nosi 3 tane ma'noda kelgan sabrni bizning Uygurchada bir ma'nodagini ishlatganga o'xshashli bo'lib qoldi ekan. Arab tilida bu sabr 3 tane ma'noda keldi. Sabr Qur'on Karimda kelgan sabr Alloh taologa ibodat qilishda mustahkam chidamchan bo'lish, harom ishlarni qechishda mahkam bo'lish, ya'ni o'zini chin tutish va Alloh taoloning taqdiriga rozi bo'lish deganda. Ammo bizningki afsuski bizningki Uyg'urcha tarjima va tafsirlarimizda sabr tafsiliklik hamma yerda sabr qilish tafsiliklik. Masalan, Qur'on Karimdagi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul deydi. Ulul azmi. İradalik peygamberler chidamliq bo'lganda, sen chidamliq bo'l degan oyat hamda. Ammo peygamberler sabr qilganda sen sabr qilgin deb tarjima qilmaymiz uni. Chunki irodalik kishilar sabr qilib o'tiramdi yoki harakat qilamdi. Irodalik kishilar shu bu yerdagi irodalik payg'ambarlar qarshi Nuh alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Musa, İsa alayhissalom. Bu kafirlar bilan mujodala qilgan irodalik 5 payg'ambar. Qur'on Karimda bayon qilingan 25 payg'ambarning ichida ma 5 payg'ambar irodalik payg'ambar deb sifatlangan. Hamda Alloh taolo Rasulullohni oldingi 4 payg'ambarga qo'shib irodalik payg'ambarlar chidamliq bo'lganda sen chidamliq bo'lgin deydi, chidamliq bo'lgin. Abiyada biz buni sabr qilgan uninglar, sabr qilgan desa, irodalik degan gapimiz tushmaydi hamda. Irodalik adam degan sabr qilib o'tirmaydi hamda. Harakat qildi, chidamchanlik ko'rsatdi. Hamda sabr to'g'risida bu sabrning bizning tushungan ma'nomizdagi sabrni keladi Qur'on Karimda. Ya'ni vellezîne izâ asâbatuhum musîbetun qâlu innallâhi ve innâ ileyhi râciûn deydi mesela. Musibet kelse beşiga ve beşşir sabirin ellezîne izâ asâbatuhum musîbetun qâlu innallâhi ve innâ ileyhi râciûn. Musibet kelse biz Allah Teala'nın ve Allah Teala tarafı qaytımız deydi. Şunda kişilerge şunda sabr qiluvchilarga xush bishorat bergan, jannatga xush bishorat bergan. Ya'ni sabr qiluvchilar ular zaten beshiga balo kelganda Alloh taolodan bo'ldi deb taqdirga rozi bo'lish ma'nosida. Qur'on Karimningki nurg'un oyatida bu sabr hargiz unda bizningki sabr qilish degan ma'nimiz tushunib olgan tilimizda emas, endi shu ma'noda keliglik. Alloh taoloninki ibodat bo'lish ve günahdan kaçışta o'zini chin tutish Alloh taoloninki taqdirga rozi bo'lish deganga o'xshash. Endi uningdan bu ya ayyuhallazina amanu deganni iymon etganlar deb tarjima qildik biz endi. Bu nimada bizning tarjimamizda mu'minlar deb tarjima qilingan uni. Endi bu yerda Alloh taolo ya ayyuhal mu'minun deb nida qismi qilib mesela qiliqliq fatubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun deb sura Nurning 31-oyatida mesela bir sura qaysi sura ismi sura Nurga deyman 31-oyatida shundaq ey mu'minlar bir layada keliglik boshqa yerda mu'minun degan so'z ya Alloh taoloninki mu'minlar qilgan va'dasini bayon qilish yoki mu'minlarning sifatini bayon qilish uchun kelgan. İnnemal mu'minunallazina izâ zikrallohu vajilat qulubuhum deydi mesela. Mu'minlar Qur'on o'qilsa, uninki qalblari titrab ketadi. İnnemal mu'minunallazina amanu billahi ve rasulihi thumma lam yartabu ve jahadu bi amwalihim fi sabilillahi sodiqun sifatga keldi. Ammo Alloh taolo musulmonlarga, mu'minlarga bir narsani buyurgan, bir narsani to'sgan chaqda ya ayyuhal mu'minlar iymon etganlar deydi. Bu Qur'on Karimning bir balog'ati, buning fasahati, Qur'on Karimninki stilistikalik afzalligi bu. Masalan, bizning normalda masalan birisi balasi xafa bo'lsa, men sening dadang shundami? Dadang juma deb qo'ydi. Dadang juma degani seninki onun dadasi ekanligini bildirib qo'yish emas, uni tutqamag'in, sening dadang men bunda bo'lish kerak deganga o'xshaydi. Masalan, Qur'on Karimda iymon etganlar, iymon etdingizlar, iymon etgan mu'min bo'lgandan keyin
bo'yicha sizlar Allohga itoat qilib, ma harom ishlar, ma ishni qilinglar. Shunga har qanday yerda Alloh taolo bir narsani farz qilsa, ya ayyuhallazina amanu deb farz qildi. Bir narsani to'simi, ya ayyuhallazina amanu degan xitob qildi. Bu birla vaqtda aql va hissiyotga xitob qilishda bu musulmonlarni o'zininki mo'min ekanligini, bu iymonning Alloh taolaning buyrug'ini qilib to'sqindan darhol yenishni taqozo qiladigan ekanligini ularga bir eskartib o'tib, amrni boshlaydi masalan. Ya ayyuhallazina amanu qulu va qulu qawlan sadida. İman etqanlar, amin taqulloh va qulu qawlan sadida. İman etqanlar, Allohdan qo'rqinglar va to'g'ri gap qilinglar. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba. Yani to'sqanda iman etqanlar jazoni yemanglar deganga o'xshash hamda. Buningki farqini ayirish kerak. Buningkin bu sabrni deb bo'ldik. Uningkin allazina kafaru deganda kafirlar, kafirlar bilan allazina kafaru deganninki mufassirlar buniki farqlantirdi. Nozik farqlar bor. Masalan bu allazina kafaru zaten şu kafirlar degan gap inkar qilganlar, kafaru inkar qilganlar. Buningki bir yerda keladi, kufrni ching turib olganlar, bir yerda kufri uchun urushganlar, bir yerda kufrga o'zini atganlar, kufrini odat holiga keltirib olganlar. Aşındaq hər xil mənada kildi. Oxşaş əlləzini kəfəru degan. Amma bununki hamma yerda kafirlar deb ma'no etsaq, ma'noga daxil etadi. Masalan, Sura Baqara'nın 6-cı oyatida "Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Masalan, ularni agahlandıramsan, innallazina kafaru lan tughni innallazina kafaru anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Fahum la yu'minun. Ularni agahlandırmamsan, baribir iman etmaydi deydi. Yerdeki kafirlar, yerdeki kafir, odatdagi bunday kafirlar emas, rasmiy inkar qilgan, haqiqatni bilib turib inkar qilgan kafir, masalan, Abu Lahabga o'xshash, Abu Jahlga o'xshash, masalan, Rasulullohning tag'isi bo'lsa-mu, hatto Rasululloh shunda da'vat qilib, shunda agahlantirgan bo'lsa-mu, iman etmagan hamda. Ammo buni har qanday kafirlarni agahlandıramsan ya agahlandırmamsan baribir iman etmaydi o desek biz kafirni agahlandırmamsan kimni agahlandırmamız zaten? Şu kafirlarni agahlandırış için kelgan Rasulullah. Rasulullah kelishdi, hammasi kafirdi. Rasulullah keldi, agahlandırdı, ahiretini qo'rqitdi, jannatini xush bisharat berdi. Shuni bilan iman etdi. Nurg'unlar, ko'plar iman etdi. Nurg'unlar haqiqatni bilib turib iman etmadi. Shunga allazina kafaru degan yerda Qur'on Karimda kelgan nimada tafsirlardaki mufassirlarniki tushunchalarga e'tibor berib va oyatning siyoqiga, oyatning tarixiga, oyatlar ustida devatqanligiga ko'ngil bo'lib tarjima etdi. Hamma yerda kafirlar Sura Baqara'ning 6-cı oyatidagi innallazina kafaru deganni kafirlarni deb qo'ysa, zaten ucaqli kafirlarni agahlanib kimni agahlandiramiz? Küfrde çin turvagan kafirlerde agahlandırması bunlar baribir iman etmeydi. Yani bizde Arapçada Müslüman boğmağalı, Müslüman emeslerini gayril Müslümin deydi. Dinini resmi inkar kılganı kafirler deydi. Ama bizim Uygur dilimizde Müslüman emeslerinin bu mesela bir İslam'da bir din varken olsun ya ki onun daveti resmi onu yetip bağmagan ya ki bu din doğrusu bir davetini anlap bakmagan kim onu çağırmagan hamda bunda bir anlagan bunda bir din barkan deb shuni bilan ul iman etmagan hamda mushundoq odamlar bilan hammani bilib turib Abu Jahlga o'xshash, Abu Lahabga o'xshash hammani bilib turib haq ekanligini bilib turib da'vatni anglab turib ayda iman etmaganning albatta cho'ng farqi bor hamda shunga allazina kafaru degan hamma yerda kafirlar deb iman kafirlar deb ma'ni mufassirlar shuni qarab ba'zi qilganlar, kufrda ching turganlar, kufrga o'zini atganlar, inkarda ching turganlarga o'xshash ayda ma'nolarni aytgan. Shu endi bu bugungi programmamizningki nimasimi shu? Shunda kishilar to'g'risida so'zlashdi. Shunda uni yana bir masalada payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo nido qilganda hech qanday ya Muhammad deb nido qilgan emas hamda ya eyyuhan nabiy, ya eyyuhar rasul. Şurada kilik ayetinde. Onundan başka peygamberlerini
ya Musa, ya İsa, ya Nuh, ya Adem mesela hammasi o'zining ismi bilan qilgan. Ama Rasulullah'a kelganda Rasulullah'ın peygamberlikten ibaret mükemmel isim bir unvoni bilan xitob qilgan. Bunu hem de müfessirler şu zamanlardan tartib, hem de uzun zamanlardan tartib, şu Allah Teala'nın Resulullah kılgan hitabının hammasini ya Muhammed deb elip kelgan. Bu şundaq asli bunun da hem de ya Muhammed deganlar öz vaqtidagi musulmon bo'lgan mushriklar. Mesela ular Rasulullah hitap qildi, ey Muhammed, ya Muhammed debdi. Ama Rasulullah'ın sahabeleri hech qanday ya Muhammed ibn Abdullah degan ularning deydigan ya Rasulullah chaqirtini. Hatta Allah Teala ayetini ko'rsatgan. La taj'alu du'a rasulika kadu'a ba'dukum. Rasulullah'ni siz öz aranızda bir so'ni chaqirganda chaqirmang. Ey Muhammed, Ahmet deb chaqirmanglar. Anda chaqirmanglar. Nim deb chaqirdi? Ya Rasulullah deb chaqirdi. Çünkü Allah Teala bizni ko'rsatdi. Ya eyyuhen nebi, ya eyyuher rasul, ey Allah'ın peygamberi, ey Allah'ın rasul deganda Allah bizni ko'rsatdi. Shu bo'yicha dangli deydi. Ana bizning tafsirlarimizda aşı bo'yicha kelgandan hozirgacha ya Muhammed deb deganlarni ko'ryapmiz. Masalan, bu tafsir muyassarni biz tarjima qilib, taqdim qilib, xalqimizga taqdim qilib 1 yil bo'lib qopti. O'tgan yil 2-chi oyda tarjima taqatgan. Mushuninki 5ida muqaddimasida deb qoptikan, ashuni yozib qo'yamiz. Rasulullohni ya Muhammed demaymiz. Adabsizlik bo'lgan. Ey Rasul, nima? Ey payg'ambar, ya Rasulum. Aynda deymiz degan şu Saudiya Arabistan'daki dini işler ve katta ulemalar heyeti aşularınki fetvasını aşağıya tefsirininki mukaddimesi var. Onunki mıcık Resulullah'ınki şu tercümelerde İyi Muhammed'nin onuğa İyi Resulüm ya ki İyi Peygamber, İyi Peygamberim diyen yaklaşımda almıştırış doğrusu. Ama hazırki kurvatımız, kerindaşlarımız bunu dikkat kılmaydı. Hatta ulemalarımız bunu dikkat kılmaydı. Şu takat kallar, doğrularda takasını sadaka yadı. Okşaş aşını, hani iyi peygamber de izleme, iyi peygamber ya Muhammed, iyi Muhammed de aşında taktıdır. Mesela, hem de bu bir milletki taklitçilikdeki bir alandır. Mesela bunun da bir misal var. Ulemalardan birisi, Saudiya Arabistan'da kitap yazan ulemalardan birisi bir kısmını hikaye kıldı. Bu şu ciddi hem de ciddi denizge yakın boğandıkın bir kadem delikiydi. Bir otur mektebindeki kızları bir akşamı birleşip birisinin uyda delik puşu yaylı dep delikni fırında sağılıp kandı öyünün ilgisi olan kız ular hizmet kılışını tayalap delikninki beşini ve onunki kuyruğunu kesip kaçırı septi de sağan başkalar bunun nime hikmeti var? Mesela bu belikning beşini kuyruğunu kesip septişinin nime hikmeti var degende o kız deyken anam bunda puşlaydı. Ben başında puşurdu degende anamı sorap bakayım degen anası çıkardı şu öydü bakken zaten. Anasını sorap baksa anası deyken ben bunun hikmetini bilmeyim. Benim anam başında kılattı hemşe. Ben başında kılgandım. Eğer halis anamdan sorap bakayım degen anası o öydü emas başka bir şehirde vakiat hayatken bırak. Şunu o anasının o kızın anası bizim anasının başında kızla soruyordu. Bu belikninki beşiyle kuyruğunu kesip silip pişirişinin nime hikmeti var, nime faydası var degandeken o film bitir. Bunun hiç qanday hikmeti to'g'ridan siri yo'q balam. O zamanlarda biz kambag'aldik, birdan kichik bir qachimiz vardı. Birinchi salmoqchi bo'lsak, shu qachiga patlatishimiz kerak. Onun beşini sarsak, kuyruğu çıkıp kaldı, kuyruğundan beşi çıkıp kaldı, beşinin kuyruğunu kesip an aşağı qachiga yetdik. Bu icra geldik, ondan kesin şurada kaldı ama aslında ahir. Şu misaldaki o'xshagan ko'p misollarga ashula qilgan to'g'ri xatolar yo'q. Buni shunday qilgan, biz shunday qilamiz. Ha bu endi u Alloh taolo bizga aql berdi, iqtidor berdi, ilm berdi, izlanish kerak. Payg'ambar insonlar pak boshqa hech qanday insonni gunohdan, xatolikdan pak degan bo'lmaydi. Xatolashdi, har qanday inson xatolashdi. Endi mujtahidlar xatolashsa savob topadi endi. İki to'g'risini topsa bir savab, ikki savab, xatolasa bir savab deymiz ya. Savab topadi. Shundoq tomanda ularning xatolik deyish kerak, tuzatish kerak. Endi bu Qur'on ta qiyomatgacha bir kon endi. Bu kondan ta qiyomatga bunga javharlar chiqadi.
Agar endi buni burunqilar hammani chiqarib qo'yganda, kinkini chiqarishga hech hojati yo'q deyotgan ish bo'lsa, shu İmam Taberi'den keyin tafsir yozilmasi bo'lyapti. Eng tafsir İmam Taberi'ninki tafsiri, onunki İbn Kesir mesela. Agar shularninki burunqilarning qilgan ishi hammada 100%, boshqalarniki ta qiyomatga qilishga hech qanday yo'l yo'q. Ashlarniki yo'lda mengish kerak. Ayni degan bunchalik qilish kerak deyotgan ish bo'lgan bo'lsa, fi zilal Qur'on o'tirib chiqqanda e'tirof qilmaslik kerakdi. Fi zilal Qur'onni tafsir bo'lgan yerda boshqa tafsirga hojat bormidi degan ulamolar bor. Fi zilal Qur'on shunda mukammal tafsir endi. Demak, u Rasulullohdan keyin 14 asrdan keyin yozilgan, 20-asrda yozilgan tafsir masalan. Demak, keyingilarning bu burunqilarninkidan mukammal, burunqilarninki kam qilgan ishlarini, burunqilarninki ba'zi bo'shliqlarni to'ldira olishida hech qanday shak yo'q. Shunga Alloh bizga aql bergandan keyin aqlimizni ishlatib to'g'risini qilsak bo'ladi. Alloh taolo hammamizni to'g'ri ishlarga muvaffaq qilsin inshaalloh. Keladigan darsimizda Sura Fotihaniki tafsiri haqida to'xtalamiz. Ko'ngil qo'yib ko'rib berganingizga rahmat. Alloh taolo hammamizdan rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.